Bismillahirrohmanirrohim. Mana Hoji Akbarjon siz bilan bugun Zamin savdo markazida Motorola skuter benzinli motorlar birgalikda siz bilan tanishtiramiz xohlasa. Mana benzinli, tokli, elektrokar hamma modellarimizdan kelgan mana xudo xohlasa siz bilan birgalikda Zamin savdo markazini obunachilariga xudo xohlasa siz bilan birgalikda tanishtiramiz. Birinchi lokatsiyalar o'tiramiz. Qo'qon shahar Uchko'prik markazidan kelganda Zamin savdo markazi yo'lda chap qo'l qismida ko'rinish beradi. Andijon, Namangan, Yangiqo'rg'on shaharchasining yana Zamin savdo markazi yo'lda, ya'ni o'ng qo'l qismida ko'rinish beradi. Boboshbek savdo kompleksi mana kirish qismida joylashtirilgan xudo xolasa. Mana yo'lda bo'yida elektrokarlar, tokli, ochiq, qo'l kabina, kabinali motorollar mana yo'lda bo'yida hamma turidan, hamma modellaridan mavjud xudo xolasa. Siz bilan birgalikda bugungi oladigan videomiz benzinli motorollarni siz bilan birgalikda bugun tanishtiramiz xudo xolasa. Mana ichkariga qarab yuramiz. Salonidan birgalikda xudo xolasa ko'rsatib o'tamiz. Akmaljonga o't qo'yib berasiz benzinli motorollarimizni bir o'tatib ko'rsatib, to'liq xarakteristika ma'lumotlarni siz bilan birgalikda mana tanishtiramiz xudo xolasa. Mana bu yoqda elektronlarimiz, mana benzinli tank modelllarimizni ham tanishtiramiz. Birinchi benzinli motorollarimizni ko'rsatib o'tamiz. Ishlangan elektronli va benzinli skuterlar mavjud. Chegirma narxlarda fevralichi bahorgi mavsum uchun kelaverasizlar. Xudo xolasa mana Ramazon oylarimiz mana xudo xolasa kirib keldi. Mana xudo xolasa ertadan mana Ramazon aksiyalar xudo xolasa Zamin savdo markazidan benzinli motorollarimizni chegirma narxlarida xudo xolasa aksiya narxlarida qo'ldan kelganicha xalqimizga xudo xolasa ma'lumotlarini yetkazib berishlarni oluvchilarga xudo xolasa yetkazib beramiz xudo xolasa. Sezonlar boshlandi. Mana bismillahirrohmanirrohim boshlab mana yoqishlar boshlandi mana xudo xolasa. Oldin rejimlari. Bu Samasval modeli 2 tonnadan 2,5 tonnagacha yuk ko'taradi. Mana benzinli motorlarimiz o'tash holati mana shu ko'rinishda o'taydi. Endi mana to'liq ma'lumot ko'rib bor. Antifrizlar, radiatorlar, Zongshen motoriga ega bo'lgan 200 kubli motor 100 kilometrga 6 litr rasxod qiladi. 100 kilometr masofa bosganda 6 litr rasxod qiladi. O'ta ham ekonomik bo'lgan yangi benzinli motorlarimiz keldi. Mana bu yerda diod faralar 4 tadan qo'yilgan. Cavallo brendiga maxsus. Yangi xudo xolasa 2026 versiyasi xudo xolasa mana bu yerda ko'rsatib o'tamiz. Bu Samasval variant. Ko'tarib berasak, ko'tarib turishlarini ko'rsatib o'tasiz. Mana xudo xolasa o'tashlari shu holatda. Mana avtomatik o'zi ko'tarib turadi. Samasval. Bu ham baquvvat qilib ishlangan ko'rishlaringiz mumkin. Mana 1 tonna 200 yukni bemalol ko'taradi. 2 tonna 2,5 tonna yuk ko'tarishadi. Xudoga adashib ketmaydi xolasa 2 tonna 2,5 tonna. Bu motorlar 220 ga 140 bo'ladi. Yuk ko'tarishi. Hattoki mexanizm qismlarini ko'rsatib o'tasiz. Mana silindri. Mana bu yoqda mana amortizatorlarni ko'rsatib duvoyni qilingan. Bu yerda haddiy resorlargacha moslashtirilgan. 200 kubli Zongshen motor. Ramalari mana o'zidan qayrilgan. 220 ga 140 razmerda. Zapas balon, dankrat ключ hamma yo'g'i bor. Akmaljon aka ko'p pastga tushirasiz. Akmaljon aka ko'p pastga tushirasiz. Mana tushirish holatlarini ko'rsatib o'tasiz. To'liq mijozlarimiz mana shu holatda qiynalmasdan bemalol o'zi ko'tarib, o'zi tushiradigan holatga xudo xolasa keladi. Mana bu yoqda o'zini stop chiroqlarigacha qo'yilgan. Barcha xavfsizlik jihozlari o'rnatilgan original Cavallo brendiga mansub. Albatta, setkalarigacha mana qo'yilgan, mana setkalarigacha yurganda, shag'al yoki bo'lmasa toshiganda bu tomonlarini ham xudo xolasa. Mana bu narxlarimizni, Motorola narximiz xudo xolasa vodiy bo'yicha dastlabki 30 million so'mdan 2,5 tonnali Samasval modelimizni xudo xolasa yetkazib beramiz. Bortlar bu razmerlar eslatib o'tamiz. 220 ga 140. Motori 200 kubli, rasxodi 6 litr rasxod qiladi 100 kilometrga. Samasval variantimizni xolasa 30 million so'mdan dastavkasi ichida vodiy bo'yicha yetkazib beramiz. Agar boshqa viloyatlarga kelishilgan holatda O'zbekiston bo'yicha ham dastavkasini qilib beramiz. Zamin savdo uz kanalidan chiqqan mijozlarimizga dastavkasi ichida mana shu 2026 versiya, ya'ni 4 tadan projektorga terilgan yangi modelimizni xolasa yetkazib beramiz. Sizlar bilan tanishtirib o'tgan modelimiz Cavallo brendiga mansub 2,5-3 tonnali Samasval motorollarimiz. Ko'rib o'tdilaring. Bortlarni avtomatik o'zi ko'tarib tushiradi. Mana o't qo'yishlarni ko'rsatib o'tdik. Mana xudo xolasa ovozlarni yana ko'rsatamiz. Mana ovozlarni ko'rsatib o'tamiz. Mana tezligi 120 ga chiqadi. Mana bu tezligi.
magnitofon, audio sistema telefonlarigacha mana zaryadlaydi xudo xolasa. O'ta ham full bo'lgan modelimiz. Mana bu yerda o'zini sidinkalarigacha bor, kichkina mana mayda sidinlar o'tiradigan. Buni ichida o'zini dankirat mana bunaqangi aksessuar, ya'ni dankirat ключ bonus sermalarigacha beriladi mijozlarimizga, kiyib oladigan formalarigacha bor. Bu yerda mana kalitlari mana bunaqangi yangicha, ya'ni zapas kalitlari bilan mana bunaqa o'tatish sistemalari ham bor. Audio sistema, telefon zaryadliklari hamma yo'g'i bor. Endi mana bu yoqda chorva, dehqonchilik uchun mo'ljallangan modelimiz mana bu yoqda ham bor. Panjarali bortli, ya'ni borti balandti. Bortlar juda ham baland. Hayvon tashishga mo'ljallangan yoki misol yem xachaklar tashish juda qulay bo'lgan panjarali modelimiz. 200 kubli modelimiz ham mana bu yoqda setkalarigacha bor. Faqat bu samasval bas. Bu modelimiz ham motor 200 kubli, ya'ni panjarali bo'lgan narx navosi bo'yicha oladigan bo'lsa 26 million so'mdan mana shu panjarali modelimiz O'zbekiston bo'yicha dastavkalariga yetkazib beramiz. Vodiy bo'ylab dastavkalarimiz. Vodiy bo'yicha O'zbekiston bo'yicha benzinli motorolarimizga dastavkalarimiz bor. Bu modelimizda mana projektorli va 4 tadan mana farasi bor. 2026-yildagi modelimiz. Endi panjarasiz versiyasi bo'lishi bo'lgan mijozlarimizga mana bunaqangi panjarasiz modellarimiz ham bor. Motorollerimiz. Bort razmeri 2U20 ga 140 bo'lgan, mana bunaqangi o'zini laboylari joylashtiriladi va bunaqa xavfsizlik laboylarigacha qo'yib beriladi. Zamin savdo markazi mana bunaqangi laboylari bor. Bu laboylarni ham mana divoyniy holat turibdi, qo'yib beramiz mijozlarimizga. Bu modelimiz ham 6 litr rasxod qiladi, 100 km masofani bosib o'tishga. Hozirda ham ekonomik bo'lgan Zongshen motor brendiga. Mana bu yerda hammasi motorlarimiz benzinlar Zongshen motorda keladi. Zapaska 25 million so'mdan qilib beramiz. Zapas balon hamma yo'g'i bor. Mana bu yerda o'zini kaskalariga mana bunaqangi o'zini formalarigacha mana bunaqangi bonuslari ichida chiqadi. Barcha xavfsizlik jihozlari mavjud, bonusga qo'shib beriladi. Hech qanday Albatta, xudo xolasa. Narxi 25 million so'mdan dastavkasi ichida qilib beramiz, xudo xolasa. 2,5 tonnali. Rasvetkalari qizil, ko'k rangda bor. Endi mana bu yoqda samasval variantimizni zavodskoy pol kabinalisi. Mana uzoqdan ko'rsatib o'tasiz, Hoji Akbarjon bu yoqqa o'tib, lupali oldida mana bunaqangi, ya'ni bu yerdagi ablisovka ichida, ya'ni nikel ablisovkali 2,5 tonnali zavodskoy pol kabinali motorollerimiz. Faqat buni motor kubi 250 kubli mana. Ko'rib turganingizdek 2,5 tondan bemalol ko'taradi. Mana motor kubi Zongshen 250 kubli. 100 km ga 7,5-8 litr rasxod qiladi. Mana bu yoqda audio sistemalarigacha mavjud. Tezligi mana 120 ga chiqadi. Mana hamma qulayliklari bor. Mana boks sistemalari 20 ta boks benzin oladi. Zapas balon hamma yo'g'i bor. Zavodskoy holati 31,5 million so'mdan dastavkasi ichida O'zbekiston bo'yicha, vodiy bo'yicha bu modellarimizni yetkazib beramiz. 2,5 tonnali samasval o'zi ko'tarib, o'zi tushiradi zavodskoy. Aniq ko'rsatilmadi, lekin juda ham bahaybat qilib ishlangan, juda ham chiroyli ablisovkali farlarni ko'rishingiz mumkin. Rasvetkalari 3 xil rangda bor. Ya'ni mokriy rangda, voyenniy rangda, qizil rangda sotuvda mavjud. Mana benzinlarimizni ko'rib turibsiz. Juda ham keng assortimentda, ya'ni bu yerda donalab qo'yilgan, bularda obyomi bor. Bemalol xohlasa dona, xohlasa nima narxida kelishtirib qilib beramiz Zamin savdo markazida. Zakaz bo'yicha O'zbekiston bo'yicha yetkazib berish. Ya'ni ishlayman degan akalarimiz yoki ukalarimiz kelsa, bu yerda ish o'rganishlari ham mumkin. Yoki sklatimizdan unda yig'ish jarayonlarini ko'rib yoki sotish joylari bo'lsa, bemalol kelib sotuvlarni yo'lga qo'yishlari mumkin. To'g'risi, endi mana bu yoqda avtomat korobkali, ya'ni 800 kilolisi bor. Mana bu yoqda benzinli motorollerimiz bir kishilik o'tiradigan mana bunaqangi motoroller sifat qilib ishlangan. Tezligi 100 ga chiqadi bu modelimizni. 100 km ga 5 litr rasxod qiladigan modelimiz. Avtomat korobka. 800 kg 1 tonna bemalol ko'tarib yuradi. Narxi 20 million so'mdan dastavkasi ichida bu benzinli motorollerlarimizni qilib beramiz. Keyingi to'ylari bor edi, benzinlarimiz tugab qoldi xolasa. Keyingi videolarimizda xolasa benzinli motorollerlarimizni ham to'liq ma'lumotga, to'liq nimaga xolasa ega bo'lamiz. Endi mana bu yo'q. Mahsulotlarimiz kelyapti. Ko'rib turganingizdek, benzinli skuterlar, motorlar ko'rib o'tdik sizlar bilan. Narxlari juda ham hamyonbop, qulay dastavkalari ichida. Kimga qiziq bo'lsa, pastda raqamni qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Uyda o'tirgan joyingizda bog'laning, biz yetkazib beramiz sizlarga.